O'sha kuni sotuvga qo'yilgan BMW M4 bir kunda sotilib ketdi. Olishga ulgurmaganlar uchun bugun sotuvda yana BMW M4 Competition. Mashinani yili 2023 va 30 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bunda 3 litrli twin turbo dvigateli turibdi. Bunga stage 2 qilingan va hozir bunda 720 ta ot kuchi bor. Mashinani ko'rinishi qora matoviy va bunga obves taqilgan. Buni oldida 19 dyumli, orqasida 20 dyumli BMW M diskalari turibdi. Tormoz sistemasi perforatsiyali. Mashinani saloniga qizil qora koja ishlatilgan va karbon elementlari ham bor. Rul alkantaradan va lipistoklar karbondan. Buni ovozi yaxshigina baland, chunki qilibga darobotga qilingan. Mashinani narxiga keladigan bo'lsa, $110 ming. Agar bu mashina sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, pastdagilar raqamini qoldirdim, bemalol aloqaga chiqib mashinani olsanglar bo'ladi.